59. bab. Qara, Parvardigarning qo'li qutqizolmug'idek qisqa emas. Quluqi anglayolmug'idek gos emas. Lekin gunohlaringlar sizlarni Xudo bilan ayirib turyapti. Gunohlaringlar tüpeylidan Xudo sizlardan yüz o'ridi. U sizlarning iltijolaringlarni anglamaydi. Qo'llaringlar qon bilan, barmoqlaringlar jinoyat bilan bulg'angandir. Og'zinglar yolg'onchilikqa to'lgan bo'lib, tilinglardan razil so'zlarlar chiqadi. Hech kim durust niyat bilan arz qilmaydi. Ham hech kim samimiyat bilan aqlamaydi. Aksicha, o'ydirmaga tayinib, yolg'on so'zlaydi. Yamanlıkka hamildar bolup günah tuğdu. Ular zəhərlik yılanның tuxumini tuğdu. Ümüçük torini toquydu. Bu tuxumni yegenler çokum halak boludu. Tuxum yerilsa yılan çıkıdı. Toqugan torları kim boluşqa yarmaydı. Toqulgan narsalar hech kimning ustini yapalmaydı. Ularning qilmishlari razillikdir. Qilgan ishlari zo'ravonlikdir. Ularning putlari razillikka tez yuguraydi. Begunohlarning qonlarini tez oqqizadi. Ularning xiyollari razillikka to'lgan bo'lib, qayergili borsa halokat ve vayronchilik keltirib chiqirdi. Ular tinchlik yo'lini bilmaydi. Qilgan ishlari adolatsizlikdir. Ular o'zlari uchun egri yo'l yasaydi. Bu yo'lda manganlarning hammasi tinchlikni bilmaydi. Shu sababdan adolat xalqimizdan bek yiroqdidir. Haqqoniyat bizni qo'g'lab yechalmaydi. Biz nurga muhtojmiz. Biroq faqat qorong'ulik mavjuddir. Biz nurga talpinimiz. Biroq qorong'ulikda yashaymiz. Biz xuddi qorg'ulardek tomni silaymiz. Xuddi ama odamdek etrafımızı izleymiz. Çüş vaktidimu putluşumuz. Xuddi Şam vaktidikidek. Küş tüngürler arasında biz xuddi ölük adamga o'xshaymiz. Biz hammamiz xuddi iyiqdek hürkirab, kaptardek buquldab, adolatni istaymiz, lekin erishalmaymiz. Nicatlıqni istəyimiz, lekin u yiroqdidir. Oldinda o'tkazgan itoatsizlikimiz ko'paymekte. Gunohlarimiz guvohlik berib, ustimizdan shikoyat qilmoqda. Biz osiylik bilan birgimiz. Gunohlarimizni hammamiz bilamiz. U bo'lsimu Parvardigarga osiylik qilish, uni inkor qilishdir. Xudoyimizga egashmaymiz. Og'zimiz zulm silishni va osiylikni so'zlaydi. Ko'ngildagi yolg'onchiliklar xohlagancha chiqadi. Adolat chekindi. Haqqoniyat yiroqda. Samimiyat maydonda yıkılıp düşken adillik kelelmeydi. Samimiyet azlıgan, özünü rezillikten yirak kılgan adam, başkalarının olcusıga aylanıdı. Parvardigar bularni ko'rib xushal bo'lmaydi. Chunki adolat yo'qdir. Parvardigar adolat uchun o'tinadigan odamning yo'qligini ko'rib
hayron qoladi. Şuna u o'zi kelib, o'z qo'li bilan ularni qutqizadi. Uning haqqoniyligi ularni qutqizishga turtki bo'ladi. U haqqoniylikni savut, qutqizish qudratini dubulg'a, qisosni kiyim, qizg'inlikni to'n qilib kiyidi. U her kimning qilmishiga qarab qaytirdi. Düşmanlarga g'azablanadi. Ularni jazolaydi. Yiroq oroldikilarga qilmishiga yarasha qaytirdi. Kun chiqishdan kun petishgacha bo'lgan barliq inson Parvardigorning nomini va uning shon sharifini hurmatlasin. Parvardigor xuddi o'zi qo'g'livatgan dahshatlik daryo iqimlaridek itilib keladi. Parvardigor mundoq deydi: bir qutqizg'uchi cho'qim Siyonga keladi. U Yaqub avlodlari ichidagi gunohdan qo'l uzganlarga keladi. Parvardigor mundoq deydi: men bilan ular orasida tuzilgan ahda mundoqdir. Sana ata qilgan ruhim, og'zingga salgan so'zlarim og'zingdan ayrılmaydı. Evlatlarının, onun evlatlarının ağzından ayrılmaydı. Bugünden tartıp mengüge ayrılmaydı. Bu Perverdigarınlarının etkan sözleridir.